Taraqqiyot nuqtasi munozara klubini O'zbekistonning faol diplomatiyasi 2025-yil natijalari jadal muloqotdan aniq natijalarga yo'naltirilgan masala haqida gaplashamiz. Shanxay hamkorligi tashkiloti bo'ladimi? Turkiy davlatlar tashkiloti bo'ladimi? O'zbekiston nafaqat ishtirok etyapti, balki hozirgi kundagi ziddiyatli xalqaro munosabatlarga barqarorlik baxsh etadigan, uni rivojlantirishga yo'naltirgan tashabbuslarni ilgari surgan. Bu tashkilotning institutlashuvi boshlandi. Endi bu yerda qabul qilinayotgan qarorlar, kelishuvlar, muzokaralar, muloqotlarni siyosiy mas'uliyat, javobgarlik va uni bu tashkiliy mexanizmlar paydo bo'lishi, bu tashkilot degani bu O'zbekiston deganida. BMTni yuksak minbari O'zbekistonni tashabbuslarini e'lon qiladigan minbarga aylandi deb aytsak xato bo'lmaydi. 80 milliard dollardan oshdi. Bunda o'sha eksport hajmi 33,5 milliard dollar, import esa 46,5 milliard dollar. O'tgan yili 11,7 million xorijdan turistlar tashrif buyurgan bo'lsa O'zbekistonga aprel oyidan boshlab rekord natija ko'rsatish boshlandi. Ya'ni tarixda kuzatilmagan har oy milliondan ortiq turist tashrif buyurdi yil oxirigacha. Chunki haligi bir inson huquqlariga o'xshagan bir xil tashkilotlar bor edi. Bitta maqola chiqarsa bo'ldi, shartnomalar zilkalar to'xtab qolardi. Fuqarolarni bordi keldisi ham avj oldi. KPPlar, ya'ni o'tish punktlari ochildi, yopib qo'yilgandi bir vaqt. Bizda an'anaviy hamkorlarimiz bor. Ular bilan aloqalarni kuchaytiramiz, yanada kengaytiramiz, lekin bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak-da. Biz iqtisodiyotimizni juda ham tez sur'atlar bilan rivojlantirmoqchimiz. O'zbekiston mehnat bozoridan ortiqcha ishchi kuchini to'g'ri boshqarish migratsiya jarayonlariga Tayinni surishtirib bo'lsangiz, bizdan ikkinchi yo'llar olib sotib olib o'zlari mahsulot qilib sotadi. Mana hozir prezidentimiz masalan shu juda yuqori darajaga olib chiqildi hozir. Dunyo bozoriga juda katta foyda olinadigan shartnomalar kelib amalda bo'lyapti. O'zbekistonning Turkiy dunyodagi o'rnini qator strategik yo'nalishlar bo'yicha tadqiq qilishni, kengaytirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Taraqqiyot nuqtasi munozara klubini aziz ishtirokchilari, bugun O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini ushbu platformasida muhokama qiladigan masalamiz O'zbekistonning faol diplomatiyasi 2025-yil natijalari faol jadal muloqotdan aniq natijalarga yo'naltirilgan masala haqida gaplashamiz va buni boshqacharoq agar bayon qiladigan bo'lsak 2025-yil davomida O'zbekistonda diplomatiya yo'nalishida, ya'ni tashqi siyosat yo'nalishida qanday natijalarga erishdik va 2026-yilda oldimizda turgan vazifalar nimalardan iborat. Shu masalalar bo'yicha bugun suhbatlashamiz. Endi nima sababdan bugun O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi aynan bu mavzuni tanladi? Ya'ni O'zbekistonning faol diplomatiyasi. Bu O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini saylovoldi dasturida alohida yo'nalish sifatida belgilangan va hurmatli prezidentimiz tomonidan bu yo'nalishda 2025-yildagi amalga oshirilgan ishlarimiz bu juda ham katta tarixiy ahamiyatga ega. Bu borada olimlarimiz, spikerlarimiz alohida o'zlari yana qo'shimcha ma'lumot berishadi va juda ham katta yo'nalish bo'lgan bu iqtisodiy diplomatiya sohasida ham juda ham ko'p natijalarga erishdik. Bugun bu masalani biz muhokama qilib, bu jamoatchilikka agar biz yetkazmaydigan bo'lsak, bu yo'nalishda islohotlarni biz targ'ibot qilishimiz zarurati hozir aynan tug'ilyapti. Nima sababdan? Chunki hurmatli prezidentimiz tomonidan bu tashqi siyosat borasida, diplomatiya borasidagi amalga oshirayotgan jadal ishlarni birinchidan jamoatchilikka yetkazish, targ'ib qilish va shunda faol ishtirokchiga aylanishimiz bu hozirgi kunda juda ham muhim. Shuning uchun men hozir birinchi so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umid aka Yakubxo'jayevga bersak, Umid aka aynan bu yo'nalishda O'zbekistonning faol diplomatiyasini 2025-yildagi holatini qanaqa baholash mumkin va bu yo'nalishda hurmatli prezidentimizni amalga oshirgan tashabbuslari qanaqa ahamiyatga ega bo'ldi? Marhamat. Hozirgi kunda dunyodagi vaziyat juda ham tahlikali, chaqiriqlarga boy, ziddiyatlar kuchaygan bir davrda. Mana shu davrda yuqori natijalarga erishish, o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarni xalqaro maydonda ilgari surishda O'zbekiston juda ham katta marralarga erisha oldi 25-yilda. Zero ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu yilning o'ziga O'zbekiston va mintaqamiz Markaziy Osiyoni
xalqaro maydondagi o'rni, ta'siri, obro'yi oshganini ko'ramiz. Bu albatta davlatimiz rahbarining olib borayotgan tashqi siyosatlari, mana 2017-yildan boshlangan tashqi siyosatning bir natijadorligi ko'rinyapti. Va bu bir jihat. Ikkinchi jihatdan men nazarimda 2025-yil bu bizni kelayotgan yillar uchun ham juda ham katta bir natijadorlikni ta'minlashni talab etadigan bir marralarni qo'ydi oldimizga. Zero ushbu yilda biz juda ko'plab natijalarga erishdik. Men aytib o'tgan bo'lardim, O'zbekistonning tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari, prinsiplari nimadan iborat bo'lganda, bu ko'p vektorli, ko'p tomonlama aloqalarni kengaytirish, mintaqamizda, qo'shni mintaqalarda farovonlik, barqarorlik muhitini yaratish va shu orqali biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarga, ham iqtisodiy rivojlanishga qaratilgan, ham siyosiy maqsadlarga erishishni ko'zlaganmiz. Bu Shanxay hamkorligi tashkiloti bo'ladimi, Turkiy davlatlar tashkiloti bo'ladimi, yoki bo'lmasa boshqa mintaqaviy tuzilmalar, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida bo'ladimi? O'zbekiston nafaqat ishtirok etyapti, balki mana shu xalqaro munosabatlarga, hozirgi kundagi ziddiyatli xalqaro munosabatlarga barqarorlik baxsh etadigan, uni rivojlantirishga yo'naltirgan tashabbuslarni ilgari surib kelmoqda. Ham iqtisodiy yo'nalishda, ham boshqa ilmiy, texnikaviy, madaniy, gumanitar yo'nalishdagi hamkorlikni kengaytirish, kuchaytirish va uni institutsionallashtirishga qaratilgan. Mana shu jihatdan ham men nazarimda O'zbekistonning o'rni tan olinyapti va e'tirof etilyapti va buning ifodasini biz ko'ryapmiz mana 26-yilning boshida. Ya'ni universal doiradagi, yuqori doiradagi muhim bo'lgan tashabbuslarga O'zbekiston ham jalb etilyapti, e'tirof etilgan holda. Rahmat Umidjon aka, endi 2025-yildagi O'zbekistonni diplomatiyasidagi natijalarini raqamlardan, hozir aytganingizdek raqamlardan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini 145 milliard dollardan oshganligi, tashqi savdo aylanmasini tarixda ilk marta 80 milliard dollardan ko'payganligi, bizni eksport hajmimizni 33,5 milliarddan oshganligi va xorijiy investitsiyalarning hajmini 43 milliard dollarni tashkil qilganligi, bu haqiqatan O'zbekistonni faol diplomatiyasini natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi Sayfiddin aka, bu yo'nalishda siz ilmiy tahlillaringiz bor. Bu juda faol, siz bu tashqi siyosatda tahlil qilish borasida aynan O'zbekistonning 25-yildagi tashqi siyosati bu qanaqangi nuqtalarga alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ldiki va bu qaysi ahamiyatlarni o'zida ifoda qildi va 2026-yilda buni yo'nalishlarini qaysi tarafga qarab kuzatilyapti va O'zbekistonga butun dunyoning munosabati qanaqa darajada burilyapti? Shu masalalar bo'yicha fikrlaringizni aytsangiz, marhamat. Demak, birinchidan mana yuqorida aytildi, maslahat kengashi deydi. Shu maslahat kengashini kuzatgan bo'lsangizlar, hamma kuzatdi ham, butun dunyo deyarli kuzatdi. Do'stlarimiz ham, qo'sh tirnoq ichidagi do'stlarimiz ham. Bugun ochiq aytsa bo'ladi, bizni ko'ra olmaydigan deymizmi? Dushmanlarimiz o'rtasida ham bor, bilgan ma'qulroq. Televizorga bermasa kerak bu so'zlarni, lekin prosta mutaxassislar uchun. Shu jihatdan oladigan bo'lsak, shu maslahat kengashini tashkil bo'lganda hech kim ishonmagandi-da. Qayergacha boradi, gap bo'lmasa mana tepadagi qo'shinlar aralashib yana oldin bo'lgan-ku bizda. Buni tarqatib yuborishadi deyishdi. Unda lekin shunda davlatimiz rahbari bir o'ziga xos yo'l topdi-da, shu yerda hozirgi etapda kelinglar shu maslahat shaklida, konsultatsiya shaklida bo'ladi deyilgandi. Mana shu o'tgan yili endi shuni bir sarf hisobi bo'lib bir sikl tugab, yangisi boshlandi-da. Shu jarayonda ikkita yangi nuqta paydo bo'ldi. Birinchisi, bu tashkilotga Ozarbayjonning a'zo bo'lib kirishi. To'g'risini aytish kerak, bu yerda O'zbekistonning hissasi juda katta. Chunki Ozarbayjon a'zo bo'lmasa bu yerda, to'g'risi boshqacharoq aytganda biz nima deydi, qilayotgan ishlarimiz shu haligi mashina haydaydi, hozir qizlarimiz ham haydaydi-yu, nima mufta qo'shilmay turib, motor o'zicha ishlab yotib borardi, bu yoqda turardi. Lekin Ozarbayjon qo'shilgandan keyin bizga juda katta, birinchidan siyosiy mexanizm paydo bo'ldi. Ozarbayjonda ham o'ziga xos o'rni bor, ovozi bor hozir. Yirik davlatlar bilan o'rtada. Ikkinchidan bizda o'sha transport koridorlarini muqobil o'tish yo'li uchun Ozarbayjon bilan ishlamasa hech qanaqa natija bermaydi.
demak bu ham bizni bir juda katta yutug'imiz. Mana shu koridor orqali Yevropaga chiqishimiz va Yevropadan kelib kelishimiz. Va uchinchi jihatdan endi dunyo bo'yicha bu tashkilotda vesi ko'paydida endi. Ozarbayjon kirgandan keyin shu paytgacha yutuqlar bu bizda mana shu tashkilotda o'ziga burilishni boshlab berdi. Bu o'ta katta faollikning natijasida katta mehnat orqali bo'ldi. Hozirgi paytda tashkilotga nisbatan munosabat keskin o'zgargan dunyo bo'yicha. Va ikkinchi bir muhim jihati shu tashkilotga e'tibor beringlar, birinchi marta mana endi bitta qadam tashlandida, kichikroq lekin juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu tashkilotning institutlashuvi boshlandi. Endi bu yerda qabul qilinayotgan qarorlar, kelishuvlar, muzokaralar, muloqotlarni deylik siyosiy mas'uliyat bo'lmasdan, balki mana huquqshunos shogirdimiz aytganlaridek mas'uliyatlik, javobgarlik va uni bu tashkiliy mexanizmlar paydo bo'lishi, demak bu tashkilot degani bu O'zbekiston deganida. To'g'ri ma'noda tushunish kerak. Demak, bizning obro'yimiz, e'tiborimiz, faolligimizni tasdiqlovchisi bo'ldi. Ikkinchidan, mana Umidjon aytdilar Xitoy masalasi. Konkret bitta misol aytaman. O'sha uzoq yillar davomida men shu esimni tanimman, shu mustaqil bo'lganimizdan buyon ko'p uchrashuv bo'lganda mana shu Xitoy bilan bo'yicha boshida qo'rqishlar bo'lgan, hayiqishlar bo'lgan, tashqaridan to'g'ridan to'g'ri hujumlar ham bo'lgan, axborot hujumi ma'nosida bosimlar bo'lgan. Lekin borib hayot shuni ko'rsatdiki, Xitoy bilan ishlashni O'zbekiston yo'lini topdi-da. Bitta misol mana uzoq vaqt davomida birinchisi yo'ldan boshlangan, qurishdan. Chunki Xitoy iqtisodini Yevropaga, bu yoqqa olib borish, sotish uchun katta iqtisodda u. O'shani bir kichkina qismidan ham biz ilinib qolsak, bizga juda katta foyda beradi. Mana shu birinchi marta 25-yilda shu temir yo'lni qurilishi boshlandi. Gap, so'z, muloqot, munozaralar amaliyotga o'tdi. Bu juda katta yutuq aytib qo'yay. Mana prezidentimiz aytganlaridek, bu oson bo'lgan yo'q aytib qo'yay. Hatto bizni do'st deb yurgan, qardosh deb yurgan bir xil davlatlar ham shunday bo'lgan paytda o'sha Xitoy tomoni yo boshqa kuchlarning ta'siriga berilib shunga qo'shilishmadi, yo'l berishmasdi. Lekin davlatimiz rahbari boshchiligida mana shu yengib o'tildi. Shu Yaqin Sharqda bilsanglar, bizda davlatimiz rahbari birinchi bo'lib shu haligi ikkita davlat bo'lish to'g'risidagi ikkita muqaddas shu 1947-yilda qabul qilingan Falastin va Isroil davlati bo'lish kerak degan qaror bor, hali uni hech kim bekor qilgani yo'q. Shuni bir yangicha davr uchun yangi yo'nalishdan kelib chiqib, bizning manfaatimizdan kelib chiqib, davlatimiz rahbari shuni ilgari surdi. Kuzatinglar, o'tgan yil davomida biron bir voqea, hatto o'zimizda ichki masalalar mana Oliy Majlisda Qodir aka ham deputat bo'lganlar shu tasdiqlashsa kerak deb o'ylayman. Shu masala qo'yilgan. Buni tagida juda katta masala bor edi. Birinchidan biz tashqi siyosatimizda biz tushunib yetdik, faqat shimoldan Rossiya yo bu yoqdan haligi Xitoy, u yoqdan Yevropa bilan emas, bizda o'sha deylik Yaqin Sharq mamlakatlari bilan aloqalarni tiklashimiz kerak, mustahkamlash kerak. Xabarlaringiz bor mana yaqinda bo'ldi, lekin baribir bu o'tgan yilning natijasi deb qarash kerak. Shu Tinchlik kengashining tuzilishi. Qarang, dunyo deylik tarixida desak ham bo'ladi, bizning tariximizda desak ham bo'ladi. O'zbekiston birinchi bo'lib siyosiy yirik tashkilotchi tuzuvchisi sifatida shuni tashkil qildi-da. Bu oddiy holat emas. Biz a'zo bo'lib kirmadik ularga. Biz tashkil qilyapmiz shuni. Bundan keyin ham endi mana shu yerda bizning mutaxassislarimiz, mana sizlar, boshqalar shu tashkilotda ishlaydi tashkilotchi sifatida. Endi savol tug'iladi. O'zbekistonning bunday tashkilotga faqat shu arab davlatlari deylik yo o'sha yerdagi musulmon davlatlari qo'llab-quvvatladimi, yana boshqa bir sherigimiz bormi? Mana shu yerda tizim tashkil qilishga asosiy muhim rol o'ynagan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari shunda O'zbekistonni taklif qildi. Keling, uchrashuv emas, keling shuni birgalikda tashkil qilaylik deb. Bu deylik qaysidir ma'noda
juda katta mas'uliyat, juda katta e'tirof etish. E'tirof etishganda mana O'zbekistonni deylik davlatchiligi bor, qadimiy madaniy yodgorliklari boshqalar bilan birga bular ish qila oladi. Dunyo siyosatini belgilashga mas'uliyati ham bor, qiladi ham degan ma'noda bor. Rahmat Sayfiddin aka. Hurmatli ishtirokchilar, men Sayfiddin akamning gapini bo'lmasdan eshitib, mana hammamiz nima qilganimiz juda ham ko'p tahlillari bor. Qolaversa, bugungi bizani tadbirimizni tashkillashtirishda alohida muallif sifatida va shu g'oyasini qilishda Sayfiddin akani o'zlarini yordami bilan tashkil qildik. Endi ko'p jihatlariga Sayfiddin aka to'xtalib o'tdingiz. Rahmat. Endi bu xalqaro diplomatiya O'zbekistonning diplomatiyasida 2025-yil natijalarida bu xalqaro institutlar bilan hamkorlik ham bu juda ham o'ziga xos bo'ldi. Juda ham ko'p qirrali bu muloqotlar bo'lib o'tdi. Qodir aka, shu masalada o'zi to'xtalib o'tsangiz-da va yana o'sha tashqi siyosatimiz borasidagi o'zingizni tahlillaringiz, muhim jihatlar bo'yicha fikrlaringizni aytsangiz, marhamat. O'tgan yilni mana Umidjon deputatimiz so'raydilar. Bu Markaziy Osiyo plus formatidagi anjumanlar yili deb bemalol aytsak bo'ladi. Sababi mana 5 ta o'sha Markaziy Osiyo plus formatdagi uchrashuvlar o'tdi. Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi misol uchun, Markaziy Osiyo Rossiya, Markaziy Osiyo AQSh, C5+1. Yoki bo'lmasa yilning oxirida 25-yilning dekabrida Markaziy Osiyo Yaponiya formatidagi uchrashuv Tokio shahrida bo'lib o'tdi. Bunday formatlarda bunchalik ko'p uchrashuvlar ilgari hech kuzatilmagan. Mana va agar unga Markaziy Osiyo davlat rahbarlarini maslahat uchrashuvlarini ham qo'shadigan bo'lsak, 6 ta uchrashuv shu formatda bo'lib o'tgan, Markaziy Osiyo formatida bo'lib o'tgan. Bu nimadan dalolat beradi? Bu Markaziy Osiyoni xalqaro munosabatlardagi jahon siyosatidagi obro'si nihoyatda yuksalib borayotganligini yaqqol ko'rsatadi. Ilgari Markaziy Osiyo oddiygina periferiya bo'lib kelgan, bir chekkadagi hudud, jahon siyosatini bir chekkadagi indamay turgan a'zosi hisoblangan bo'lsa, endi xalqaro munosabatlarda u subyektga aylandi deb bemalol ayta olamiz. Endi Markaziy Osiyo jahon siyosatining subyektlaridan biri deb. Bunda albatta mamlakatimiz yetakchisini sa'y harakatlarini alohida e'tirof etish kerak. Aynan prezidentimiz tufayli Markaziy Osiyoda hech qachon kuzatilmagan ilgari iliqlik, to'g'rimi, yaqinlik munosabatlari hozir mana yaqqol guvohi bo'lib turibmiz. Markaziy Osiyoni jahon hamjamiyatidagi nufuzi bundan keyin ham yuksaladi. Bunga shak shubha yo'q. Sababi Markaziy Osiyo bu shunday mintaqaki jahon afkor ommasini e'tiborini tortadigan mintaqa. Buni 3 ta misol bilan, 3 ta sabab bilan tushuntirish mumkin. Birinchidan, bu mintaqada tabiiy zaxiralarni ulkan zaxirasi, ulkan zapaslari mavjud, tabiiy boyliklarni, yer osti, yer usti boyliklari. Ikkinchidan, Markaziy Osiyo qulay geografik muhitda joylashgan. Bir tomondan janub, sharq, shimol mamlakatlari, janubda mana Hindiston va Pokiston, shimolda Rossiya, sharqda Xitoy va g'arbda Eron, Turkiya va boshqa mamlakatlar. Va ya'ni geografiy jihatdan juda qulay mintaqada joylashganligi. Va uchinchi sababi Markaziy Osiyodan g'arb va sharqni, janub va shimolni bir-biriga bog'laydigan transport koridorlari o'tganligi ham shu mintaqani jahon siyosatidagi jozibadorligini yanada oshishiga sabab bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan bu mintaqa jahon siyosatining eng muhim nuqtasiga bundan keyin ham aylanib borishini bashorat qilsak to'g'ri bo'ladi. BMTni yuksak minbari O'zbekistonni tashabbuslarini e'lon qiladigan minbarga aylandi deb aytsak xato bo'lmaydi. Mana oxirgi yillarda 13 ta rezolyutsiya, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyalari aynan O'zbekiston tashabbusi bilan qabul qilindi. Bundan tashqari BMTni ishchi organlarida O'zbekistonning nomzodlari saylanishi yo'lga qo'yildi. Ilgari hech qachon saylanmagan bizning nomzodlar. O'zbekiston nomzodlari
BMTni ichki tuzilmalarida, institutsional tuzilmalarda hech qachon saylanmagan. Mana ayrim misollarni keltirmoqchiman. BMTni muhim ixtisoslashgan muassasasi bor. Xalqaro mehnat tashkiloti. Xalqaro mehnat tashkilotini ishchi ijroiya organida O'zbekiston nomzodi saylanganlik. Yoki boshqa bir misol, BMTni inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida ham O'zbekiston vakili saylanganligi bu albatta quvonarli holat. Qodir aka, rahmat. Kattakon juda ham bir chiroyli ta'riflab, mana o'sha UNESCOni o'sha 43-anjumani ilk bor tashqariga chiqib, Parijdan tashqariga chiqib, O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Samarqandda o'tkazilganligi ham bu aynan hurmatli prezidentimizni tashqi siyosat borasidagi juda ham mohirona amalga oshirayotgan siyosati va sa'y-harakatlarini natijasi hisoblanadi. Endi bu O'zbekistonning diplomatiyasi, faol diplomatiyasi haqida gapirganimizda biz yuqorida raqamlarni keltirdik. Endi raqamlarni ko'p jihati bu iqtisodiy diplomatiya qismini, bu diplomatiyada iqtisodiy diplomatiyani, mana yuqorida Umidjon akam parlament diplomatiyasi haqida aytdilar. Xalq diplomatiyasi qismi bor va iqtisodiy diplomatiya masalasi ham bu juda ham yuqori darajaga chiqdiki, bu o'sha eksport, import masalasi, investitsiya masalasi bu juda ham O'zbekistonda bizni avval tasavvur qila olmaydigan darajamizda oshdi va investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi vakillariga so'z berishdan oldin men aytmoqchimanki, mana yuqorida Qodir akam ham aytdilarki, bu har bitta tashrif bu osonlikcha bu amalga oshmaydi. Mana bugungi bizani yig'ilishimiz, bugungi bizani tadbirimiz bu bevosita tashqi siyosatga bog'liq bo'lgandan keyin biz Tashqi ishlar vazirligidan vakillarni taklif qilgan paytimizda Tashqi ishlar vazirligini hamma mutasaddilari bu chet elda yurishibdi. Tinishmayapti. Kecha ham biz gaplashdik, ular bilan gaplashyapmiz. Shu xorijda safardalik paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida safarda ekan, ko'p qismi, yana ko'p qismi boshqa hududlarda ekan. Shular bilan biz muloqot qilish orqali haqiqatan bu yo'nalishda bu vazirlik idoralari ham tinimsiz ishlayotganligini biz ko'rishimiz mumkin. Endi vazirlik vakillari ishtirok etishyapti biz hozirgi tadbirimizda. Endi ular bu yo'nalishdagi ishlarni agar qo'shimcha so'z bo'lsa berishimiz mumkin. Endi so'z navbatini investitsiya, sanoat va savdo vazirligiga bersak, aynan iqtisodiy diplomatiyaning natijasida O'zbekistondagi investitsiya jarayonlari va eksport-import jarayonlari bo'yicha ko'rsatkichlarni va 2026-yildagi bizlarni kutayotgan marralarni aytib bersin. Marhamat. Xabaringiz bor, mana UNICTA tashkiloti bor. Bu tashkilotning tahlillariga ko'ra 23 va 24-yillarda butun dunyoda o'sha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha jalb qilish tendensiyalari yildan yilga kamayib boryapti. Foizlari bunga asosiy sabab o'sha geosiyosiy ahvol, o'sha davlatlar o'rtasidagi ziddiyatlar natijasida nafaqat investitsiyalar oqimi, balki tashqi savdodagi tendensiyalar ham tushib boryapti. Bunga qaramasdan mamlakatimizdagi o'sha investitsiyalarda oqimi keladigan bo'lsak, O'zbekiston Markaziy Osiyoda 24-yilda birinchi o'rinda egalladi. Investitsiyalar jalb qilish bo'yicha 34,6 milliard dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Bu asosan o'sha davlatimiz rahbarining investitsiya muhitini takomillashtirish, investorlarga yaratib berilgan shart-sharoitlar sababi aniq ko'zga tashlanadi bu borada. Xabaringiz bor, yana 26-yil 15-yanvarda o'sha davlatimiz rahbari Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalar bilan bo'lgan video selektor yig'ilishida investitsiya vazirligiga, Tashqi ishlar vazirligi, elchixonalarga va savdo maslahatchilariga alohida topshiriqlar berib o'tildi. Hozir qisqacha o'sha 25-yildagi natijalarga keladigan bo'lsak, o'tgan yilda iqtisodiyotimizga 43,1 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Bu to'g'risini aytishimiz kerak. Bitta investorni o'sha O'zbekistonga olib kelib, uni loyihasini amalga oshirish, unga ko'maklash bu oson ish emas. Chunki ularda misol uchun oladigan bo'lsak, masalan, biron bir davlatga investor pul tikish uchun unda ishonch bo'lishi kerak-da. Chunki uni ertaga o'sha tikayotgan investitsiyasini repatriatsiya qilish masalasi bor, investitsiya nizolarini hal qilish masalasi bor. Har bir masala bu investor uchun birinchi o'rindagi masala. O'sha davlatimiz rahbarini o'sha video selektor yig'ilishida
bizga investitsiya vazirligi, tashqi ishlar vazirligi asosiy vazifalar belgilab berildi. Bunda misol uchun o'sha elchilarimiz, maslahatchilarga KPI tizimini joriy etish kerak degan masalani ko'tarib o'tildi. Bunda o'sha har bitta elchi o'sha o'zi faoliyat yuritayotgan davlatlar bo'yicha investitsiya, eksport yo'nalishida alohida maqsadli ko'rsatkichlar belgilab berish vazifasi belgilab o'tildi. Keyin investitsiya sohasida yana hozir davlatimiz rahbari tomonidan bizga vazifa qo'yildi. Bunda hozir mamlakatimizda o'tgan yilda masalan 43 milliard dollar bo'lsa, bu yilga 50 milliard dollar xorijiy investitsiyani jalb qilishimiz kerak. Bu yana bitta asosiy masala berildi. Albatta nafaqat raqamlarda emas, sifatga qarashimiz kerak. Investitsiyani davlatimiz rahbari aytib o'tdi, sifatga qarash kerak. Уже shunaqa bosqichga keldikki, biz raqamlarga emas, sifatga. Misol uchun chuqur tahlil qilishimiz kerak. O'sha investitsiya loyihasi bizga o'sha berilayotgan hududga to'g'ri keladimi? O'zbekistonning sharoitiga to'g'ri keladimi? Misol uchun import tahlil qilishimiz kerak. Import biz qaysi davlatlardan nimalarni import qilyapmiz? Yoki biz qilayotgan mana shu eksportda eksport ishlab chiqarish nimamiz tashqi bozorlarga qanaqa yo'naltiryapti? Misol uchun g'isht, sement shunga o'xshagan nimalar уже bizni bozori to'yinib, уже eksportda ham уже eksport qilish darajamiz ham pasayyapti. U loyihalar O'zbekistonda amalga oshirilsa bo'ladimi, yo'qmi? Rahmat. Juda ham muhim masalalar haqida to'xtaldingiz. Bu juda ham chuqur boshqa jihatlari ko'p. Qodir aka, sizda o'zida fikrlar bo'lsa marhamat yana. 2025-yil tashqi siyosat yakunlari haqida gapiryapmiz. Haqiqatan ham voqea hodisalarga boy yil bo'ldi. Lekin agar mendan so'rasalar, o'tgan yilni eng muhim voqeasi qaysi desalar, men shubhasiz bu Xo'jand uchrashuvini aytgan bo'lardim. 2025-yil 31-mart kuni 3 ta davlat rahbarlari Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston yetakchilari Xo'jand shahrida yig'ilib, u yerda o'ta bir muhim masalani hal qilishdi. U ham bo'lsa 3 ta davlatni chegara nuqtasini, tutash nuqtasini to'g'risidagi bitim imzolandi va yaxshi qo'shnichilik, abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasi qabul qilindi. Hozir unaqa og'ir masalalar qolmadi chegara bo'yicha. 5 ta mamlakat o'rtasidagi. Buni natijasida mana yildan yilga o'sha hamkorlik turli sohalarda rivojlanib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Fuqarolarni bordi keldisi ham avj oldi. KPPlar, ya'ni o'tish punktlari ochildi, yopib qo'yilgandi bir vaqtlar. Hozir ancha munchasi ochildi. O'zim ham o'tgan yili yozda Qirg'izistonga borib keldim. O'sha Namangan viloyatining Uchqo'rg'on postidan o'tishimiz uchun 5 minut 5 daqiqa vaqt yetarli bo'ldi. O'sha ID kartamiz bilan qizil pasport ham shart bo'lmadi. Va o'tayotganda o'sha yerda men bir narsaga e'tibor qaratdim. Har ikki tomondan ham o'tuvchi fuqarolar juda ko'pchilikni tashkil qiladi va bejiz emas, Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurgan davlatlar ichida birinchi o'rinni egallaydi. 3,5 million qirg'iz fuqarolari O'zbekistonga tashrif buyurishgan. Jami bo'lib o'tgan yili 11,7 million chet elliklar O'zbekistonga tashrif buyurishgan. Bu rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Ilgari hech qachon bu darajada sayyohlar yurtimizga tashrif buyurmagan. Hatto o'sha pandemiya arafasidagi 2019-yilni oladigan bo'lsak ham, o'sha yili 7 million sayyoh yurtimizga tashrif buyurgan. O'tgan yil esa salkam 12 million sayyoh tashrif. Birinchi o'rinda Qirg'iziston fuqarolari turadi. Ikkinchi o'rinda Tojikiston 2,5 million fuqarosi mamlakatimizga tashrif buyurgan. Uchinchi o'rinda Qozog'iston fuqarolari, ular ham taxminan shuncha 2,5 million. Va keyingi o'rinlarda Rossiya 1 millionga yaqin. 5-chi o'rinda esa Afg'oniston fuqarolari 470 ming. Ya'ni o'sha asosan ular Termizga, o'sha erkin iqtisodiy zonaga savdo sotiq maqsadlarida kelishgan. Bu nimadan dalolat beradi? Mana shu o'ta chigal bo'lgan chegara masalalarini hal qilinishi bu o'sha bordi keldi aloqalarni rivojlanishiga turtki bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Buni natijasida o'sha Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi yakdillik, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari avj oldi. Ular o'rtasidagi o'zaro tushunish ham, o'zaro ishonch
rishtalari ham ancha mustahkamlandi. Qodir aka, rahmat. Endi yana bir keyingi yo'nalishimizga o'zingiz boshlab berdingiz. Bu turizm masalasi, bu tashqi siyosatni, umuman O'zbekistonni faol diplomatiyasining yana bir namunasi bu turizm yo'nalishining ham rivojlanishi hisoblanadi. Turizm qo'mitasidan vakillar taklif qilganmiz. So'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi vakili Ermatov Farruh akaga bersak. Farruh aka, marhamat. O'zbekistonda bu asosiy maqsad nimadan iborat? Hozirgi kunda mana ustozimiz aytib o'tdilar. O'tgan yili 11,7 million xorijdan turistlar tashrif buyurgan bo'lsa O'zbekistonga, bunda aprel oyidan boshlab rekord natija ko'rsatish boshlandi. Ya'ni tarixda kuzatilmagan har oy milliondan ortiq turist tashrif buyurdi yil oxirigacha. Turizm sohasida xizmatlar eksporti 4,8 milliard dollarni tashkil qildi. Bunda asosiy albatta eng katta yutuq bu davlatimiz rahbari tomonidan sohani qo'llab-quvvatlayotganligi, sohaga berilayotgan e'tibor va yaratilgan vizasiz rejim tizimlari, har tashriflar davomida eshitilayotgan yana bir kelishuvlardan bittasi o'zaro davlatlar o'rtasida vizasiz rejimni joriy etilishi. Turizm qo'mitasi albatta hozirgi kunda asosiy bizni oldimizga davlat rahbari tomonidan qo'yilgan masala bu albatta turistlar sonini 20 millionga oshirish, ichki turistlar sonini 30 millionga oshirish vazifalari qo'yilgan. Lekin bundan tashqari bizning oldimizga qo'yilgan eng asosiy masala bu O'zbekistonda xizmatlar sohasini oshirish. Ya'ni tashrif buyuruvchi, mana aytib o'tganimizdek, hozirgi kungacha O'zbekistonda tashrif buyuruvchi sayyohlar asosiy bu Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari tashkil qiladi. Lekin bizni hozirgi oldimizga qo'yilgan maqsad uzoq xorij davlatlaridan turistlarni jalb qilish, ya'ni turistlardan O'zbekistonda byudjetiga kirib keluvchi daromad manbaini oshirish. O'zbekiston turizm sektori eng asosiy turizm sohasida xalqaro muhim tashkilot hisoblangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti UN turizm tashkilotini dekabr oyida e'lon qilgan UN turizm barometr indeksiga ko'ra O'zbekiston dunyoda eng tez turizm sohasi rivojlanayotgan 7 ta davlatda 6-o'rinni egalladi. 2019-yilda pandemiyadan beri tiklanayotgan eng tez tiklanayotgan dunyodagi 2-chi davlatga aylandi. Va shu bilan birga Yevropa ittifoqida 2024-yilga nisbatan 2025-yilda turizm o'sgan. Ya'ni biz albatta UN turizmda Yevropa mintaqasiga tegishli hisoblanamiz. Osiyoda joylashgan bo'lsak ham biz 4-o'rinda eng tez o'sayotgan turizm davlat sifatida qayd etildi. Shu bilan birga 2024-yilda turizm rivojlanish indeksi tomonidan e'lon qilingan indeksga ko'ra O'zbekiston Respublikasi eng tez turizm rivojlanayotgan davlatlarda 1-o'rinni egalladi. Rahmat. Bu yo'nalishda juda ham o'zgarishlar yuqori, katta. Mana o'zlari ham tasdiqlab berdilar. Endi xalqaro tashkilotlar ham bu borasidagi bahoni bunaqangi darajada yuqori berishi bu ham bejiz emas. Albatta buni natijasi ham hozirgi kunda shu holatga kelishimiz ham, bu ko'rsatkichlarga erishishimizda ham hurmatli prezidentimizni bu boradagi tashqi siyosat borasidagi faol amalga oshirayotgan islohotlarni aksi va xuddi shu yo'nalishdagi ijobiy natijalar deb e'tirof qilishimiz mumkin. Rahmat kattakon. Endi men yana bir yo'nalishga marhamat joyiz egallab olishingiz mumkin. Yana bir yo'nalishga men to'xtalmoqchiman. Hurmatli prezidentimiz shu 15-yanvarda bo'lgan video selektor yig'ilishida aytdilarki, avval dedi O'zbekiston fuqarolari 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiyani asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilayotganligi alohida ta'kidlandi. Bu yo'nalishda migratsiya masalasida, masalan, O'zbekiston fuqarolarini xorijda ishlash masalasi ham juda ham boshqa bosqichga ko'tarilganligi bu alohida e'tirof etildi, qayd etildi va bu yo'nalish bo'yicha ko'plab topshiriqlar berildi. Endi so'z navbatini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligi vakiliga beramiz. Berdiqulov Dilshod
Dilshod akaga. Dilshod aka, aynan migratsiya sohasida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, nima natijalarga erishdik? Mana yuqoridagi aytilgan masala 30 dan ortiq davlatda bizani fuqarolarimiz mehnat qilishga erishganligi bu qanaqa ko'rsatkich shu va keyingi marralarimiz haqida aytib bersangiz, marhamat. Bizada birinchi o'rinda o'sha yillar davomida ham, undan oldin ham baholanganda sobiq ittifoq davrida ham eng tez aholi jihatidan, demografik jihatdan, boshqa jihatdan ham tez o'sayotgan mintaqa davlat hisoblanadi. Ayrim hozir Yevropa deymiz, boshqa deymiz, ayrim davlatlardagi umumiy aholi sonini bizada ayrim viloyatlarimizda aholi soniga qiyoslasangiz bo'ladi. Endi qulay joylashuv va boshqa tomonlari ham bizada yaxshi ijobiy faktorlarimiz bor. Mana shu aytganingiz bo'yicha investitsiya, turizm, ishbilarmonlik muhiti, bundan tashqari tartibli migratsiyani yo'lga qo'yish bo'yicha ham vazifalarimiz bor. Men takrorlab o'tirmayman, chunki tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda xorijdagi vakolatxonalarimiz bilan, diplomatik korpus vakillari bilan, hurmatli elchilarimiz bilan vazifalarni olganmiz. Bu degani demak, an'anaviy mehnat bozorlaridan chiqib, demak, yuqori maoshli, daromadli demak, mehnat bozorlarini aniqlash, yangi yo'nalishlarni, yangi migratsion koridorlarni, endi bu yerda nafaqat mehnat migratsiyasi, bu ertaga mehnat migratsiyasiga ta'sir qiluvchi ta'lim migratsiyasi, mana iqlim o'zgarishi, undan tashqari mana hududiy ayrim nimalarimiz bor. Madaniyat bor, boshqa bor, bir-birimiz bog'lab turadigan juda ko'p hududlarimiz bor. Demak, bizlar tomonimizda ham mana Tashqi ishlar vazirligi ko'magida 20 ga yaqin davlatlarda albatta tashriflar amalga oshirildi. 100 dan ziyod uchrashuvlarda, demak, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'sha migratsiya modeli, tartibli migratsiya bo'yicha bizada takliflarimiz, bizada fikrlarimiz, undan tashqari o'sha O'zbekiston mehnat bozoridan ortiqcha ishchi kuchini to'g'ri boshqarish migratsiya jarayonlariga sohani diversifikatsiya qilish, undan tashqari aholini o'sha barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash masalalari bo'ldi. Migratsiya bo'yicha mana shu yil 19 milliard miqdorida demak pul o'tkazmalari amalga oshirilibdi. Buni ham sezishimiz mumkinki, demak, o'sha migratsiya orqasidan aholining daromadi bari qayerga keladi? O'zimizga O'zbekistonga keladi, maishiy tovarlar, hozir yana boshqa sohalarga oladigan bo'lsa, qachondir har 100 ta xonadonga 20-30 ta maishiy texnika yoki avtotransport vositasi to'g'ri keladigan bo'lsa, bugungi kunda yetib bormagan yoki o'sha keling u ham bir barqarorlikdan, aholi daromadlar o'sishidan va boshqasi. Hozir ko'pchilik yoshlar hisoblanadi. Bilasizlar, o'sha demografik jarayonlar va boshqa har yili mehnat bozoriga 700 ming, 800 ming yoshlar kirib keladi. Bugungi kunda o'shalar hammasi harakatchan, hammasi demak intilishi yuqori. Demak, ommaviy axborot vositasi orqali yoki qachondir oldinroq migratsiya yoki turizm yoki ta'lim jarayonlarida ishtirok etayotgan fuqarolarimiz, yoshlar, o'rtoqlar ham chaqiryapti ularni. Demak, kelinglar. Ular ham demak ota-onasiga yordam qilish masalasida, demak, tafakkuri kengligi yoki yangi nimalar bo'yicha intilishlar juda yuqori. Shuning uchun qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda bizning oldimizga qo'yilgan masala nafaqat nima qilish, demak, bu yerda asosan xavfsiz, tartibli, qonuniy migratsiya koridorlarini yaratish va undan tashqari mana shu migratsiya jarayonlarini to'g'ri boshqarish. Chunki buni baribir ta'sirlar juda ko'p bo'ladi. Ayrim davlatlarning o'sha madaniy, ijtimoiy farqlarimiz bor. Bu yoqdagi bo'layotgan, demak, o'sha salbiy ta'sirlar bo'lishi mumkin. Yoki umuman bugungi kunda o'sha tasavvur qiling, butun dunyoda sezilayotgan bir ishchi kuchiga, umuman inson resursiga, umuman insonga defitsit, tortishuv bo'layotgan vaqtda har bitta tuzilma, xoh qurolli kuchlar sohasi bo'ladimi, diniy soha bo'ladimi, keling boshqa sohalar ham bir inson ustida kurashadi. O'zini tortib olishga. Shu jihatda biz yoshlarimizni adashib qolmasligi uchun, demak, o'sha norasmiy, noqonuniy, nolegal migratsiyani oldini olish hamda ular uchun o'sha xavfsiz, tartibli maydon qilish tarafdori bo'lib turibmiz. Katta rahmat. Almashamiz, marhamat, Baxtiyor aka, berib turamiz axborotlarni. Dilshod aka, yana bir masalani endi Mavrudi kelganda men so'rab o'tmoqchiman. Hozir mana o'tgan yilda ham, undan oldingi yillarda ham bu chet elga borib ishlash borasida o'sha firibgarlik holatlari yoki bo'lmasa o'sha chet eldan qanaqadir o'sha
kiber jinoyatchilik asosida u qanaqadir sertifikatlar jo'natish va hokazo shunaqangi holatlar ham ro'y berdi. Buni oldini olish borasida qanaqa ishlar qilinyapti? Masalan, tushuntirish targ'ibotmi yoki masalan odamlarda bu chet elga chiqib xorijda ishlash tartib qoidalariga rioya qilish bo'yicha qanaqa ishlar qilinyapti shu yo'nalish bo'yicha qisqacha aytib bersangiz? To'g'ri masalani ko'tardingiz. Demak, jamoat tartibini saqlash degan tushuncha bor. Demak, ichki ishlar faqat yagona profilaktika bilan chegaralanib qolmaydi. Har bir ishtirokchi demak bu narsani ongi sho'rida saqlab turish kerak. Intilish albatta yuqori maoshli ishlarga, yuqori demak darajali ishlarga intilish hammamizda bor. Kelingki, istalgan bo'sh ish o'rinlarini oladigan bo'lsak, ish haqiga qaraymiz. Qanchalik berar ekan? 2 million ekan. Yo'q, bo'lmaydi, bu yerda ishlamayman. Demak, bizlar taksilikni, servisni va boshqa. Hozir migratsiya agentligi juda katta bir vakolatli organ sifatida belgilandi Vazirlar Mahkamasi huzurida, bevosita alohida organ. Bugungi kunda o'sha migratsiya agentligi sohasida raqamlashtirish tizimi, ikkinchidan o'sha korrupsiyaga qarshi kurash masalasi. Chunki bu maydonda ishtirokchilar juda ko'p. Migratsiya agentligi bo'lgan bilan hali mahallalarda, hali hududlarimizda qora vositachilar, qora brigadirlar an'anaviy bir bozorda hal qiladigan, o'zi bilan olib ketadigan, demak, koridor yaratgan ishtirokchilar ko'p. Undan tashqari raqamli zamon, bilasizda, jozibali reklama, jozibali demak va'dalar va boshqalar. Biz nimani xohlardikki, targ'ibotimiz yetarli, demak 9,5 mingdan ziyod 10 mingga yaqin mahalla aholi, demak institutlari, mahalla institutlari bo'lsa, barchasida mahalla 7ligida 7-8 kishi ishlaydi. Hammamiz o'sha mahallada migratsiyaning salbiy oqibatlari, afzalliklari va boshqasidan voqifmiz. Bir inson maslahat so'rasa, menimcha qonuniy ketsang to'g'ri bo'ladi degan hech bo'lmasa bir xalqqa yaqin nimalarimiz yaratilgan. Savolni nima sababdan beryapmanki, bu ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'sha reklamalarga uchib, o'sha internet orqali reklamalarga uchib, ularga pul to'lab qo'yapti. Keyin oxir oqibat ertaga borasan, falon joy orqali uchib ketasan degan har xil ularga tushuntirishlar bo'lyapti-da va natijada bu puliga kuyib qolyapti yoki aldanib qolyapti. Juda ham ko'p bunaqa holatlar sodir bo'lyapti. Shunaqangi holatga duch kelmasligi uchun aynan mahalla 7ligiga birinchi murojaat qilish, mana hozir sizning gapingizdan tushungan masalan, mahalla 7ligiga murojaat qilish bilan birga bu migratsiya agentligiga ham bu yo'nalishda agar murojaat qilib sizlardan maslahat olinadigan bo'lsa, sizlar bunga kerakli tavsiyalarni berasizlar degan umiddamiz. Albatta bu yo'nalishdagi ishlar bu juda ham muhim, alohida e'tibor qaratish. Sababi bugun baribir firibgarlar yuqorida aytdingiz-ku, 1-2 qadam oldinda yuryapti. Lekin inson o'zini o'zi asrash kerak va o'zini kelajakdagi ishlarini shu yo'nalishda to'g'ri tashkil qila bilish kerak. Hozir bir jihatli tomoni yana aytib o'taman. Ko'pchilik nimalarimiz bor. Bugungi kunda endi aytayapmiz-ku raqamlashtirgan. Bu telefonda olsangiz o'qi, to'g'ri yur va hokazoni erinamiz-u, bu nimada qandaydir aylanib o'tish yo'llarini izlab ko'proq nima qilamiz-da, to'g'rimi? Shuning uchun yaqin o'rtada baribir xususiy sektorda ishtiroki keng bo'ladi. Bizlar litsenziyalangan xususiy bandlik organlari, demak, agentliklarni bizlar har biri bo'yicha ishlayapmiz. Bundan keyin sekin-sekin bu bosqich xususiy bandlik sektorlariga o'tadi. Migratsiya agentligi yagona integrator, metodologik jihatidan, qonuniy jihatdan tartibga soluvchi organ bo'ladi. Inson omili hattoki migratsiya agentligining o'zidan ham chiqib ketadi. Raqamlashtirish bo'yicha juda katta xarajat, juda katta maslahat, juda katta bir bo'yicha platforma bo'yicha ishlayapmiz. Har bitta aniqlangan xorijga ish o'rinlari, xorijga ish platformasini u ham ancha eskirdi. Biz yangi bitta platforma bo'yicha ishlayapmiz. Bu bo'yicha ish beruvchi haqidagi ma'lumotlardan tortib, umuman o'sha ish o'rinlarini aniq yo yo'qligini aniqlaydigan mexanizmgacha yetib bormoqchimiz. Bundan tashqari migratsiya agentligi O'zbekiston fuqarolarining tartibli bo'lishi, mehnatsevarlik, u yoqdagi intizom bo'yicha kafolat darajasini olish mas'uliyatini olganmiz va har bitta ish o'rni aniqlangan ish o'rinlari bundan keyin xususiy bandlik agentliklari, undan tashqari konsalting agentliklari bilan ham shartnomamiz tuzamiz borib, ular bo'yicha ochiq, oydin taqsimlanadi ish o'rinlari. Bu yerda inson omili chiqib ketadi, bu yerda reyting tizimi yo'lga qo'yilish masalasini qo'yganmiz shu yilga. Va bu bo'yicha bizlar 18-noyabr kuni taqdimot qilganmiz. O'sha 6 pozitsiya bo'yicha
topshiriqlar olganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi bu masala bizani ijtimoiy tarmoqdan ko'pchilik kuzatadi. Bu masala ko'p aholimiz uchun muhimda. Bu xorijdan ish topish bo'yicha konsalting firmalar yoki turli xil o'sha firibgarlik yo'li bilan bu odamlardan pul o'zlashtirish maqsadida qilayotganlarimizni ishi endi baribir bu yo'nalishda juda ham chuqurroq va diqqat bilan bizani fuqarolarimiz yondashishini biz iltimos qilardikki, bu xorijga chiqish oson bo'lishi mumkin, viza olish oson bo'lishi mumkin yoki lekin xuddi shu hududga chiqib, o'sha xorijga chiqib, u insonlarning o'sha mehnat sharoitini qanaqa bo'lishi, u yerda ularning huquqlarini qanaqa ta'minlanishi masalasi bundan ham muhim. Chunki ularning sog'lig'i, ularning hayoti, ularning o'sha yurish turishi baribir o'zini oilasi uchun muhim. Shuning uchun biz bu yo'nalishda albatta fuqarolarimizdan, aholimizdan iltimos qiladigan masalamiz, bu bo'yicha so'raydigan masalamiz shundan iboratki, albatta bu yo'nalishda juda ham puxtalik bilan 7 o'lchab bir kesib va tegishli o'sha sohani mutaxassislari bilan maslahatlashgan holatda keyin qaror qabul qilish lozimligini biz aytib o'tmoqchimiz. Endi bu yo'nalishda hukumatimiz, davlatimiz baribir hech qanaqa masalan bu to'siq yo'q deb o'ylayman. Chunki masalan insonning o'zini huquqi, o'zini xohishi, masalan xorijda ishlash agar yuqori daromadli ish bo'ladigan bo'lsa, mehnat sharoiti yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bunga hech qanaqa monelik yo'q. Faqat u davlat nima uchun qayg'uradi? Shu insonni xorijga chiqqandan keyin o'ta sog' salomat bo'lishi, xavfsiz bo'lishi va oyligini kafolatli olishi, o'ta yotoq joyini hammasini kafolatli bo'lishi va ish sharoitlarini o'ziga yarasha mos bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu bo'yicha bizning kuzatuvchilarimiz, aholimiz bunga alohida e'tiborli bo'lish kerak. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi bizning muhokama qiladigan masalalarimiz juda ham ko'p. Mana bitta ko'rsatuvda qamrab olishimiz bu hozir juda ham qiyin. Yana kimda nima takliflar bor, nima masalalar bor? Mana doktorantlarimiz tashrif buyurgan. Kimda fikrlar, takliflar bo'lsa marhamat. Davlat rahbarimiz o'zlarining 15-yanvardagi nutqlarida jahondagi hozirgi geosiyosiy o'zgarishlar, keskinliklar va davlatlarning suverenitetiga tahdidlar kuchayib borayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Savolim shundan iboratki, aynan bu sharoitda O'zbekistonning tashqi siyosatining asosiy ustuvorliklari nimalardan iborat bo'lishi kerak? Birinchisi, keyingisi biz bilamizki, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon va Tojikiston bilan strategik sheriklikdan ittifoqchilik, ya'ni yangi darajaga o'zining hamkorlik munosabatlarini ko'tardi va ushbu sharoitda O'zbekistonning o'rnatilishi ushbu sharoitda O'zbekistonning tashqi siyosatida qanday strategik burilishlar yaratadi? Va yana bitta mumkin iloj bo'lsa. Xo'p, davlat rahbarimiz yana o'z nutqlarida shuni ta'kidlab o'tdilar. O'zbekiston hozirgi kunda Yaqin Sharq, Yevropa, Osiyo va Afrika bozorlariga eksportni kengaytirish vazifasini alohida vazifa qilib qo'ydilar. Ayni vaqtda O'zbekiston uchun eng istiqbolli bozorlar qaysi hududlarda joylashgan? Rahmat savollar uchun. Agar qo'shimcha takliflar, hozir spikerlarimiz ham javob berishadi. Qo'shimcha takliflaringiz bo'lsa, bugungi ko'rsatuvga nisbatan munosabatingiz bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. 15-yanvardagi davlat rahbarimizni aynan tashqi siyosat va O'zbekiston Respublikasining xorijiy vakolatxonalarini faoliyatini yanada rivojlantirish va yangi vazifalari bo'yicha o'zlarini nutqlaridan so'ng bir qator vazifalarni va kamchiliklarni biz doktorantlar ilmiy tadqiqotchi sifatida tahlil qildik analitik markazlar bilan birgalikda va shuni aytib o'tmoqchimanki, O'zbekiston tashqi siyosiy konsepsiyasi bugungi kunda avvalgi o'sha konsepsiya bilan tubdan farq qiladi, ya'ni milliy xavfsizlikdan iqtisodiy diplomatiyaga o'tish O'zbekiston Respublikasining bu jahon bozoridagi o'z o'rniga ega bo'lishi, o'z gapiga ega bo'lishi va o'z ovoziga ega bo'lishini anglatadi. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda men o'zim ham Turkiy davlat tashkiloti integratsiyasi bo'yicha o'z tadqiqot ilmiy ishimni olib boryapman. Aynan davlat rahbarimizning 15-yanvardagi nutqidan kelib chiqib, O'zbekistonning Turkiy dunyodagi bugungi kundagi vaziyatlarga moslashgan holda Turkiy dunyodagi o'rnini qator strategik yo'nalishlar bo'yicha tadqiq qilishni, kengaytirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Rahmat katta sizga. Endi savollarga Umidjon aka, Qodir aka agar fikrlar bo'lsa, marhamat. 3 ta savol bilan murojaat qildingiz. Birinchi savolingiz geosiyosiy qaltis vaziyatda mamlakatda tashqi siyosati qanday bo'lishi kerakligi haqida. Juda to'g'ri savol. Haqiqatan ham bunday olib qarasak, dunyo nihoyatda tahlikali hozir. Buyuk davlatlar o'rtasida antagonizm, qarama-qarshilik, keskinlik tobora kuchayib borayotgan bir davrda yashayapmiz. Shunday sharoitda davlatda tashqi siyosati qanday bo'lishi kerak?
davlatni O'zbekistonni tashqi siyosati ayniqsa shunday bo'lishi kerakki, bu ko'p vektorlikka asoslanishi kerak. Bitta ikkita mamlakatga bog'lanib qolish o'ta xavfli. Shuning uchun bu buyuk davlatlarning hammasi bilan teng masofa saqlagan holda bir xildagi munosabatlarni olib borgan davlat bunday sharoitda har tomonlama yutadi. O'zbekiston xuddi shunday ko'p vektorli tashqi siyosat olib boryapti va bu siyosatni biz izchillik bilan kelgusida ham davom etishimiz kerak. Shundagina biz har tomonlama yutamiz. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, ittifoqchilik va strategik sherikchilik. Haqiqatan ham 19 ta davlat bilan strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatganmiz. 3 ta davlat bilan ittifoqchilik munosabatlarini o'rnatganmiz. Strategik sheriklik bu munosabatlarni yuqori darajasi desa, ittifoqchilik munosabatlari eng yuqori darajasi hisoblanadi. Ularning o'rtasida unchalik katta farq yo'q. Lekin ittifoqchilik nimani bildiradi? Bu haligi do'st bo'lsang yonimda tur deydi-ku, xuddi shuni shunday ta'riflasak to'g'ri bo'ladi. Haqiqatan ham bu eng qiyin vaziyatlarda ham bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan munosabatlarni bildiradi. Mana shu strategik sheriklik ham, ittifoqchilik munosabatlari ham mamlakatimiz uchun keng istiqbollar ochadi. Bu mamlakatlar bilan endi nafaqat savdo-iqtisodiy yoki bo'lmasa investitsiyaviy, madaniy, gumanitar sohalarda yoki transport kommunikatsiya sohasida, balki harbiy strategik sohalarda ham bemalol aloqalarga kirishimiz mumkinligini anglatadi. Hamma davlatlar bilan ham strategik sheriklarimiz bilan ham ittifoqchi davlatlar bilan ham munosabatlarimiz ko'z tegmasin izchil rivojlanib boryapti va hali lekin biz ular bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun juda katta imkoniyatlar bor. Hamma sohalarda yana ko'plab maqsadlarni oldimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ittifoqchilik aynan shuni anglatadi. Bizni eng yaqin do'stlarimiz ular. Endi 3-chi savolingizga keladigan bo'lsak, yangi bozorlar haqiqatan ham mana yuqorida Tashqi savdo investitsiyalar vazirligini vakili ham alohida ta'kidlab o'tdi. Biz mana tashqi savdomiz eksport salohiyatini, eksportimiz hajmini 40 milliardga yetkazmoqchimiz. Hozircha 33,5 milliard. Yaqinda prezidentimiz o'sha 15-yanvar kuni Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar rahbarlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham bu boradagi vazifalar birma-bir sanab o'tildi. Biz yangi bozorlarni topishimiz kerak, chunki O'zbekistonda ishlab chiqarish hajmi tobora yuksalib boryapti. Made in O'zbekiston mahsulotlari uchun tashqi bozorlar qidirishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda ham bilasizmi, bu yerda faqat o'sha an'anaviy bozorlar bilan cheklanib qolmasdan yangi bozorlar zarur. Ayniqsa mana Yaqin Sharq mamlakatlari, Afrika bo'yicha alohida topshiriqlar berildi prezidentimiz tomonidan. Afrika bo'yicha hatto yo'l xaritasi ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Nima uchun bu muhim? Chunki Afrikada bizda ishlab chiqariladigan mahsulotlar Afrikada yo'q hisobi. Shuning uchun ko'plab miqdorda ishlab chiqargan mahsulotlarimizni Afrika mamlakatlarida, u yerda esa 50 dan ortiq mamlakatlar bor. Xohlagan darajada olib borib sotishimiz mumkin. Biz uchun ulkan bozor, rinek zbita rus tilida aytganda. Katta rahmat Qodir aka. Yana kimda savollar, takliflar bo'lsa, marhamat. Bilamiz, so'nggi paytlarda xalqaro munosabatlarda jahon siyosati juda ham bir risk, ya'ni xavf-xatarga duchor bo'lib qoldi va O'zbekiston, hurmatli ustozimizning fikriga qo'shimcha qilib aytaman, o'zini tashqi siyosatida ya'ni asosiy ya'ni rejalar asosida rivojlanishni amalga oshirdi. Birinchi proaktivligida aytib o'tdilar, ya'ni oldin tashabbus ko'rsatgan bo'lsa, aynan proaktivlik asosida aynan tashabbuslarni, ya'ni O'zbekiston o'zi amalga oshirmoqda. Bu muhim jihati. Yana bitta jihatini aytib o'tmoqchiman. Manfaatlarga asoslangan siyosat olib bormoqdamiz. Bilamiz, siyosat manfaatlardan iborat. O'sha mashhur realizm maktablari asosiy olimlari aynan realizmga asoslanadi. Ya'ni do'stlik shiorda emas, ya'ni do'stlik alohida bir bitimlar va natijalarga asoslangan holda amalga oshirilmoqda. Mana Xo'jand deklaratsiyasini yaqqol misol sifatida keltirib o'tdingiz. Va
bitta qiynaydigan savol tug'ilmoqda. Bilamiz, buyuk davlatlarning buyukligi ularni uzoqni judayam bir ya'ni nafaqat 5-10 yillik kelajak, balki undan ham yuqori bo'lgan strategik rejalar asosida rivojlanadi. Aynan shu joyida O'zbekistonning tashqi siyosati ya'ni shaxsiy tashabbus va siyosiy irodaga haddan ziyod bog'lanib qolmayaptimi degan savol qiynamoqda. Hozirgi kunda ishonchni yemirilishi davrida O'zbekiston taklif etayotgan narsa xalqaro munosabatda bu faqatgina manfaat emas, balki o'zaro ishonchga asoslangan, do'stlikka asoslangan hamkorlikni taklif etyapti. Shuning bilan ham O'zbekiston hozir dunyoda obro' sochib boryapti. Busiz hech iloji yo'q. Xalqaro munosabatlar to'g'ri, realizm degan narsa bor. Buni e'tirof etamiz, buni inobatga olamiz rivojlanayotganda, lekin biz xohlaymiz shu munosabatlar natijasida nafaqat O'zbekiston, balki bizning hamkorlarimiz ham rivojlansin. Ularning ham manfaatiga amalga oshsin. Nimaga deganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan tashqi siyosiy faoliyatda prinsiplariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, tashqi siyosatda prinsiplariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mana yangi hujjat shakllanyapti, boryapti. Bunga ham bir shu jihatlar singdiriladi. Nazarimda ahamiyat beradigan bo'lsangiz, biz birgalikda rivojlanish tarafdorimiz. Bizni hamkorlarimiz bilan. Shunga juda katta ahamiyat beramiz. Bilasizmi, mutafakkirlardan biri shunday degan ekanda, u yoki bu davlatning tashqi siyosatiga baho bermoqchi bo'lsang, uni tashqi jahon maydonida, xalqaro maydonda qo'yayotgan qadamlarini baholashdan boshlash kerak va bu qadamlar jahon hamjamiyati uchun va shu davlatning o'zi uchun nechog'lik samarali bo'layotganini aniqlashdan boshlash kerak degan ekan. Haqiqatan ham shu nuqtai nazardan baholaydigan bo'lsak, O'zbekiston mustaqil tashqi siyosat yuritayotganligini ko'rishimiz mumkin. Qaysidir davlatda yoki qaysidir jahon yetakchisini inon ixtiyori bilan emas, balki o'zini xalqini tub milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda xalqaro maydonda qadamlar qo'yayotganini ko'rishimiz mumkin. Aynan mustaqil tashqi siyosat yuritayotganligi sababli hozir mamlakatimiz jahon hamjamiyatini eng obro'li, nufuzli a'zolaridan biriga aylandi. Katta rahmat. Hurmatli ishtirokchilar, mana biz juda ham ko'p muhokama qilishga harakat qildik, lekin baribir bu yo'nalishda biz bunaqangi ko'rsatuvlardan bir nechtasini o'tkazadigan bo'lsak ham bu masalani baribir to'liq qamrab olishimiz qiyin bo'ladi. Endi men bu borada so'nggi fikr mulohazani etishni men joiz bilardim. 2025-yilda agar umumiy sarhisob qiladigan bo'lsak, O'zbekistonning tashqi siyosati yuqori darajadagi yetuklik, izchillik va natijadorlikka qaratilgan yil bo'ldi va 2026-yilda ham mana yuqorida aytildiki, bizning imkoniyatlarimiz bundan ham ko'p. Bizi bundan ham ko'proq ish qilishga kuchimiz yetadi. Bu qanday deydigan bo'lsak, bu albatta bizani mehnatkash xalqimiz bilan bu dono bizni jamoamiz, ya'ni O'zbekiston xalqi, o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan bizani mutasaddilarimiz, hurmatli prezidentimiz rahbarligida albatta bu yo'nalishda juda ham katta natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Mana bu albatta o'zi raqamlarda o'zini ifodasini topadi. Hurmatli prezidentimiz mana aytdilarki, o'sha 2026-yilda yalpi ichki mahsulotni qiymati 160 milliard dollardan oshadi. Bu chunki o'sha 2021-yilda 2023-yildagi saylovlarda bu 160 milliard dollarlik marra qo'yilgan edi. Bunga biz 2030-yilgacha qo'yilgan edi. Lekin bu hozir izchilligi rivojlanib borishi natijasida bu ko'rsatkich 2026-yilda o'zida erishib qo'yamiz degan masala bo'lyapti va 2030-yilga borib 240 milliard dollar bu yalpi ichki mahsulotimizni ko'rsatkichini marra sifatida belgilashimiz, bu albatta hammasini tagida tizim bor, asos bor va eng muhimi birgalikdagi harakatimiz. Shuning uchun hurmatli ishtirokchilar, bugungi tashrifinglar uchun, bugungi ishtirokinglar uchun hurmatli ekspertlarimizga va ishtirokchilarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hammanglarning e'tiboringlar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.